2020 yil ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza. Premier pozitsiyada. O'tgani 50.909 km ko'rsatib turibdi tablomiz. Salondan ko'rinishi. Propani bor ekan. Propan gaz ballonlari qo'yilgan. Pastlar yoniq qo'yilgan. Ko'rib turishingiz mumkin. O'rta holatda ballonlar bor ekan. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Puli necha ekan? Puli necha qilyapsiz? 15.800 yonmadi. 15.800 dollar. Bozor so'ramadim aka. Bermaganingizmi mana? 15.300 ga bermadim. 15.300. 15.300 dollarga bermabdi akamiz. 15.300 ga bermadim aka deb turibdi. Aka-ukalar old tomondan ko'rinishlari. Telefon raqamini qoldiraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqamini aytaylik aka. 99 bilan 303 35. 51 35 raqamga aloqa. Siz nomingizdan chiqsa 15.4 ga beramiz. Eshitilaring mana. 15.4 ga siz nomingizdan chiqsa berib yuboramiz deyapti. Orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. 15.400. Yilini aytdim, probegini aytdim, kraskalarini aytdim. Blackpiano qilib qo'yilgan, paroglar, oblisovkalar qilib qo'yilgan. Tayyor ekan. Trekerlarni aytamiz. 2023 33 ming yurgan deyapmiz. Kraskasi top-toza, LTZ pozitsiyada ekan. 33153. Chexollarni ham tashab qo'yibdi. Chiroyli qilib, ular ham bor. Salonlari yoqimli, приятный. Chexollari qo'yib qo'yibdi. Adashmasam baloni o'zini, родной balon ekan. Oblisovkalar ham qo'yib qo'yilgan, parogi ham bor. Gazichi gazi? Gazi bor, propan gazi bor. Propan gazi ham bor ekan. Tayyor ekan mashina minishga. Pulini necha qilyapsiz? 14 ming kamaytirib beraman. 14 ming dollar kami bor. Tushunarli. Telefon raqamini aytaman, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 93 058 97 raqamlariga aloqa chiqasiz. Tracker davom etamiz. 24-o'ringa chiqarilgan. Premier pozitsiyada, kraskasi absolyutni top-toza. Old oblisovkalari, paroglari qo'yib qo'yilgan. Yurib o'tganimiz 33.248 kilometr bo'libdi. Akalarimiz salom yig'izib qo'yibdi. Lekin mashina qirilib, chizilib ketmagan. Holati yaxshi holatda ekan, premier pozitsiyada. Nech bilyapsiz aka? 16,5 ming dollar baho aytayotgan, yiqilib ham ish berardik mana. To'rtta yumshoq ballonlari ham bor ekan. Bozor so'radim aka. Qancha beramiz? 16 berilmadi. 16 ga berilmadi. Ballonlari ham yaxshi holatda ekan. Mana yumshoq ballonlar archa. Telefon raqamlarini qoldiraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta telefon qilishingiz mumkin. Berilmagan summasiga 300 so'm qo'shsanglar, berib yuborsa kerak akamiz. Katta ehtimol bilan. Aka, siznikini ham qo'yamizmi? Telefon raqamini aytaylik aka. 33 bilan 943 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Premier Plusidan. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi toza, pozitsiyamiz Premier pozitsiyada. Oldi oblisovka paroglari qo'yib qo'yilgan. Propan gaz ballonlari ham bor ekan. Avtomobilimiz minishga tayyor. 1959 km yurib o'tibdi. Baloni ham go'zal holatda turibdi ekan, qirilib chizilib ketmagan. Puli necha qilyapsiz Trackerda? 17 ming so'm. 17 ming dollar baho aytyapti. 25 yil. Propan gaz ballonlari ham qo'yib qo'ygan. 2025 kraskasi toza 2000. Parog oblisovka propan. Hamma yo'g'ini aytdim, paroglari ham qo'yib qo'yilgan, oldi oblisovka. To'rtta yumshoq yangi ballonlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Raqam aytamizmi? 90 bilan 540 0169 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Puli necha pul dedingiz, yana bitta qator qo'ying. 17 ming dollar baho aytilyapti. Albatta kami bor. 2025 toza.